Do'kondagi mayonezni tashlab yuborasiz, agar uni ko'rsangiz. 400 grammli bankamizni 1/3 qismiga yog' solamiz. Ustiga bitta tuxumni chaqib, tuxum va yog'imiz oppoq ko'pik bo'lguncha va quyuq massa hosil bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Tabga ko'ra tuz, gorchitsa va limon suvini qo'shamiz. Ustidan yana bir bor blender qilib olamiz. Uyda 3-4 mahsulot bilan konservantlarsiz tiniq va mazali retseptim bilan mayonez tayyorlaysiz. Yoqqan bo'lsa like bosib duo qilib qo'ying.